Assalomu alaykum do'stlar, kanalimizga xush kelibsiz. Bizning futbolkalarimiz hammasi tayyor bo'ldi. Xudo xolasa mana chiqyapti. Bu yana bir yangi ranglaridan sizlarga. Xullas 7 xil rangimiz tayyor edi. Hozir yana 5-6 xil rang qo'shildi. Futbolkalarimizni har bitta anaqasidan nima deydi? Svetidan 100 tadan sotildi hozir. Optimga 100 tadan olmoqchi bo'lsanglar narxini kelishtirib beramiz. Hozir agar Danaverga shtushni olaman desanglar donasi 30-35 mingdan to'g'ri kelyapti. Mana bunday rangda mana. Bu rangimiz ham xudo xolasa bugun tayyor bo'ladi. Bundan ham agar 100 ta olmoqchi bo'lsanglar har bitta rangidan biz sizlarga o'zimizning chegirmalarimizni, skidkalarimizni qilib beramiz. 100 ta olmoqchi bo'lsanglar har bir 10 yoki 20 futbolkadan bitta tashlab ham berishimiz mumkin. Mana bu rangdan ham chiqdi. Bu oq rang emas bu. Qanaqadir boshqacha rang. Boshqacha. Onda tikilgan futbolka, materialini ham ko'ringlar. Materiali ham juda ham chiroyli material. Buni ham har bittasi shu 35 mingdanga to'g'ri kelyapti bizdan chiqishiga. Endi sizlarga qanday bo'ladi, lekin bizdan olib turib ba'zi savdogarlarimiz bizdan futbolkani 30-35 mingdan olib bu yeriga, mana yeriga print bostirib turib 90 ming, 100 mingdan ham sotishyapti. Bu ham bir biznesingizlarning yangi yo'li. Buni biz ham qilsak bo'ladi, lekin bizda ko'pligi uchun biz bunday vaziyatni qila olmaymiz. Sababi bizda 15 mingdan oshiq futbolkamiz bor, 20 ming, 30 mingcha futbolka. Bizga optimga sotilgani ma'qul va biz uni 90 ming, 100 mingdan sota olmaymiz gap ochig'i. Shuning uchun bizdan futbolkalarni olib turib, ularga bitta print bostirib, ya'ni surat bostirib, BMW degan 92 shunday anaqalar moda bo'lyapti hozir. O'shalarni bostirib turib, narxini qimmatroqqa sotsangiz ham bo'laveradi. Agar kelisha olsak sizlar bilan, biz rukovodstvo va boshliqlar bilan kelisha olsak, kiloga ham bularni hammasini to'g'rilab beramiz. Lekin bular hozir kiloga emas. Sababi ular bizning birinchi sort hozir chiqayotgan futbolkalarimiz tayyor bo'lyapti. Hali buni ko'rayotgan bo'lsangizlar, razmerlarini ham hali qo'yganimiz yo'q. Razmerlari ham hozir qo'yiladi, xudo xolasa bugun ertadan chiqiladi. Lekin bizdan 30-35 mingdan olib turib futbolkani print qo'yib sotsangiz bu juda ham sizlarga yaxshi foyda olib keladi. Buni men sizlarga aytib o'tay dedim. Bugundan boshlab xudo xolasa mana olib chiqib bemalol biz bilan kelib, adresimizni aytamiz. Mana shu video ostida adresimiz bor, manzilimiz bor. Bu Farg'ona viloyati Beshariq shahri, Sirdaryo ko'chasi 46-uy, Luxyantex korxonasi deysizlar. Kelganingizdan keyin shu Bozor 24, Bozor vaqt kanallaridan ko'rib keldim desangizlar, albatta sizlarga kim kelsa, ularga bitta futbolka har bitta rangidan sovg'amiz bor. Bemalol kelib turib shu YouTube kanaldan yoki Telegramdan Bozor vaqtdan ko'rib keldik, Bozor 24 dan ko'rib keldik desangizlar, har bitta futbolkamizdan rangidan bitta sovg'amiz bor. Mana bu yerda hozir 1, 2, 3, 4, 5, 6 ta oldin 7 xil rangdagi futbolkani ko'rsatganmiz. O hammasini qo'shsangiz hozir 7, 6, 13 xil rangdagi futbolkamiz bor. Birinchi bo'lib kelib shu yerdan shundan keldim, shunaqa shu joydan deb aytib bizni korxonaga kirib ko'rsangizlar, olib ketsangizlar, har bittasi rangidan har bittangizlarga sovg'a bor. Xohlagan rangingizdan ola olasizlar. Kelib turib